Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar, siz Navoiy viloyati radiosiga hamrohsiz. Dasturimizni tafsilot eshittirish bilan davom ettiramiz. Mikrofon qarshisida men Shahnoza Mahmudova. Bugun ham bir necha mavzularda viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlarning qisqacha tafsilotiga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Joriy yilda yurtimizda muhim strategik ahamiyatga ega tadbir aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish amalga oshiriladi. Ayni kunlarda viloyatimizdagi barcha korxona va tashkilotlar mahallalarda bu borada tayyorgarlik ishlari bosqichma-bosqich davom etyapti. Xususan Navoiy Uran davlat korxonasida ham bu borada o'quv mashg'ulotlar tashkil etilib, unda ro'yxatga olish jarayonlarida ishtirok etuvchi mas'ul xodimlar, tarkibiy bo'linmalarning axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislari ishtirok etdi. Targ'ibot tadbirlarida Milliy statistika qo'mitasi mutaxassislari tomonidan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonining mazmun-mohiyati, tashkiliy jihatlari, shuningdek census.stat.uz platformasiga kiritish tartibi yuzasidan batafsil tushunchalar berilyapti. O'quv mashg'ulotlarida ta'kidlanganidek, ro'yxatga olish ma'lumotlarining aniqligi va haqqoniyligini ta'minlash hamda mas'ul xodimlarning vazifa va majburiyatlariga alohida e'tibor qaratilishi shart. Sherzod Ismoilov, Navoiy Uran davlat korxonasi kadrlar bo'limi boshlig'i. Navoiy Uran davlat korxonasida ham bugungi kunda 2026-yil yanvar-fevral oylarida bo'lib o'tadigan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatdan o'tkazish tadbirlariga tayyorgarlik yuzasidan katta ishlar olib bormoqda. Masalan, targ'ibot ishlari, korxonada faoliyat yuritayotgan turli jabhadagi kasbdagi mutaxassislar, rahbar xodimlar, ularning oila a'zolarini, ular yashab turgan xonadon, ular yashab turgan hudud, barcha ma'lumotlarning kiritilishi, hammasi yuzasidan targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Korxonamizning mas'ullari ishtirokida o'tkazilayotgan tadbirda ham Milliy statistika qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan platformaga kirgizish jarayonlari bilan tanishtirilmoqda. Ushbu platformani bugungi kunda mas'ullar tomonidan o'rganilib, butun korxona ishchi xodimlariga targ'ibot qilish orqali 2026-yil 15-yanvardan 31-yanvargacha bo'ladigan muddatda Navoiy Uran davlat korxonasi xodimlar tomonidan ro'yxatdan o'tkaziladi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishni samarali tashkil etish maqsadida Ko'rmex tumanidagi 13 ta mahalla va ovul fuqarolar yig'inlarida ro'yxatga olish uchastkalari hozirda tayyor holatga keltirilgan. Barcha targ'ibot bannerlari, uslubiy qo'llanmalar va mahalla hamda ovul xaritalari aholi gavjum joylarga joylashtirilgan. Shuningdek, mahalla yettiligi tizimi xodimlarini jalb etgan holda ularning planshetlari yordamida turar joy obyektlarining GPS koordinatalarini maxsus axborot tizimida qayd etish ishlari birinchilardan bo'lib sifatli yakunlandi. Tumanning markaziy Berdaq va Sharof Rashidov ko'chalari chorrahasida joylashgan targ'ibot shitlariga aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlarini targ'ib etuvchi bannerlar joylashtirilgan hamda tumandagi tashkilot korxonalarining kirish joylariga targ'ibot afishalari o'rnatildi. Shuningdek, Navoiy Uran davlat korxonasida 2026-yil 15-yanvardan 31-yanvarga qadar tizimda faoliyat yuritayotgan barcha xodimlarni census.stat.uz portalida ro'yxatdan o'tishini uyushqoqlik bilan tashkil etish uchun internet tarmog'i orqali ro'yxatdan o'tishlariga ko'maklashish maqsadida mobil guruhlar tashkil etildi.